Доброе шахризадское утро. Короче, сегодня делаем дуа. И вот сейчас идем в этом направлении. В общем, покажем вам старый добрый шахризапс. Не переключайтесь, что называется. Ассаламу алейкум. Вот так, сарай. Bizlar mana bu yerga keldik-da. Hozir mana bu Ahmad akaning uyida, shu yerda shu takbir shu yerda bo'ladi. Bu odamlar qanday bu yoqda hozir buna bozorlik qilib bir 20 ta odamga shu tayyorgarlik ko'rilyapti. Yo'q. Aka, siz Muzaffarovni bilasizmi, doktor Muzaffarovni? Vali Muzaffarov. Vali aka. Ha? Vali akami? Ha. Bilaman ha. Sog' salomatlarmi? Bizni ko'chaytiradilar. Boraymi? Ya keyin men bozorlik qilgandan keyin bir bilaman, shu yerda точно bilmayman-da turgan o'yini. Siz doktor. Nariman akamning og'aynisida mani Nariman amakim doktor edi, bilsangiz. Ha? Reanimatsiyam ha? Ustimga olib borasan deb. Shu ularda shu nimalaridan tengdoshlaridan bitta shu nima bor. Vali aka qolgan hammasi o'shalarning hammasini ruhiga deb bugun bir Nariman amakimning rejasi bilan bir fotoya qilmoqchimiz shu yerda. Mana bu o'zini turgan sotib ketgan uyiga mana bu azizjonlar turar ekan. Nariman akam ketganlar. Ha. Bo'ldi. Mayli. Yaxshi. Qancha 330 ming, ha? Doğru mu? Rahmet. Sağ ol. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Мы на рынке шахризапса. Сейчас берем продукты на плов. Ош. Будем делать потой. Дуа. Yani tabii değil neydi? Pomidor 3 kilo, bodri 3 kilo. Помидор 3 kilo, bodri 3 kilo. Hozir sunnat degan balo bo'lgan. Almazor. А niçin готовый soyun, kesilgan soyun almaysiz? Ha, yuzlarni tozalaydi. Qizil aralash qilyapti, qizil. Oshga keta olami? Qizil aralash. Oshga bering. Qizil olish qilaman. Qayerdan sizlar? Nimadan? Kırım. Yalta bilasizmi? Kırım. Kırım'dan. Assalomu alaykum.
Bir 15 kishi 20 kishi. Ha, ikkita hammasidan bering bo'ladi. Bo'ladimi? Ha, ikkita bo'ladi. Bundan ikkita, petrushka, qani petrushka qo'ying. Ha. Bo'ladi, qancha bo'ladi? Solami. 20 ming. Retska kerak emasmi? Denizga ham qo'ying. 20. Retska nechta? Ikkita. 25. Mana. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Mana bu navbat. Ko'k sulton zatovlar. 18 beraman, 18. Muminot reis. Assalomu alaykum. Hazır lan. Hazır olan mı? Yok, qanaqa? Alanga yaxshimiz? Alanga yaxshisi. O'g'lan hozirda yaxshisi. O'sha alanga yaxshimi? O'sha alanga. 5 kilo. Suv ko'tarayotgan yaxshisi. Maş. Slider alamaz mı? 16 bin. Qancha bu? Aysan dedi. Aysanmi? Ular beradi. Eng yaxshisidan beradi. Mana. Qatiq qancha bo'ldi? 18 ming. Necha? 18. Uçakla gidiyor. Uçaktan çıkıyor. Как пахнет. Necha kilo? 2 kilo olamizmi? 3 kilo. Bo'ladi, yaxshi 2 kilo bering. Nima qimmat buni 60 ming? 50 ming qilay. 60 ming nimada? 6 ming. Alma 60 minglik bo'ldi. Ha. Bo'ladi 2 kilo. Chiqmaydi, to'g'ri. Qancha bo'ldi? 55, 60, 115 ming, 115 mingga 80 ming. 195 ming. Bo'ldi, ha, ro'yxatdan hamma narsa olindi.
Makana. Кошелек. Вот такие вещи. По-моему, это очень вкусно. Хотите? Bir kilo so'msa, keyin pishirib. Это жареные эти. Как эти. А. Вот это, по-моему, вкусно. Такие сочные. Assalomu alaykum. Voy chaqiryapman. 1 kilo so'msa, 1 kilo pishirib bizdan berasiz-da. Ashta talab qo'ydim aka. Kim bizaga? Ha, bo'ldi. Hech bir. Olib ketamiz. Это, по-моему, вкусно. Doğru mu? Doğru mu? Bo'ldi, rahmat mana. Rahmat. Böyle yaşam doğru mu istiyor? Boş mu bu? Xo'sh, suzguncha sizni chaqiramiz, hay? Hay. Olasiz siz o'tgunimizcha. Hay. Ha? Malol kirvuri ularni o'lya. Yaxshi. Chaqiraman xo'sh suzguncha. Mayda-chuyda videoda salomini aytdim, mana bu videosini ko'rsatdim. Rahmat. Ozmoz nima qilib oldi? Asl men Qrimga O'zbekistonga ketaman deganimga aytdi. Men dedi bitta iltimosim bor. Shu iltimosni bajarmasang bo'lmaydi. Ha, nima iltimos? Men dedi shunaqa qadrdon do'stlarim bor. O'shalarni ruhiga dedi bir fotoya qilsalaring. Telefon yo'qmi? Nosirovga, ha? Nodirjonniki yo'q, hozir mana uni topay, hozir olmayapti telefonni. Ha, uchinliklari hozir sasqon mobil to'xtaylik ularni o'quvchilar. Uchinlik nima? Dagi otish shogirdlari. Hozir Sattorov ham o'tdilar. O'tdilar, hozir Sattorov o'tdi, bozor o'tdilar. Bozor, ha, Doktor bozor, ha? Angina, bor edi. O'shaning uchun endi bu video nimasi ham bor, iltimosi ham. Hammaga salom yuboryapti. Mana hozir nima qilishadi? Shuni bir 2-3 minut eshitamiz-da, keyin hamma shu asosiy sababi shunaqa. Assalomu alaykum qadrli do'stlarim va sizning bolalaringiz, farzandlaringiz. Sizlarga Qrimdan alangalik salom yo'llayman. Sizlardan sizlardan iltimosim bor. Shaharga borayotgan Absayit akamning o'g'li Nuryan kuyovi va qizi bilan boryaptilar. Shuning uchun do'stlarimning sizlardan iltimos shu do'stlarni yig'ib shularni to'plab bir duo qilsangiz. Bütün bu dünyadan o'tgan aka-ukalarimizning ruhiga, opa-singillarimizning ruhiga, shaxsan onamning ruhiga duo etsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Narimon Alimovich, siz
aytgan bu shirin so'zlaringiz, güzel so'zlaringiz, tilaklaringiz ilohim amalga oshsin. Biz bir til, bir din egasimiz, Türk millatimiz, musulmonmiz. Birga yashadik, to'ylarimiz birga bo'ldi. Sizni unutmaymiz. Sizni Shahrisabz xalqi, nafaqat O'zbekiston xalqi unutmaydi. Ko'p xizmatlar qilgansizlar. Sizni oilangizni Alloh rahmat qilsin. Biz sizni unutmaymiz. Yaxshi tilaklaringiz uchun rahmat. Inshaalloh hozir mana imom domlalar kelganlar Qur'on tilovat qiladilar. Sizga nasib bo'lsa bu nimani qo'yib berishadi. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Yoshingiz yana ulug' bo'lsin. Siz tilagan duolarni bizlarga ham Alloh nasib qilgan bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Arimon bova, Hatbaba, men şimdi tiranchi qiluvchi lab aytam. Bek aruz o'yladingiz o'zbek tilida. Men de tiranchi lab aytam. Hatbaba, avrimangiz. Avrimangiz. Kilo xursand. Zataylik salat. Pomidor salatami? Bizma ukam ana shu mani. Yaxshi gapiradi qirimcha. Men ham bilaman, men ham biladi. Penjirini yap deychiydi. Sen oppoqqina, sen qirimsan deychidik biz unga. Men urug'larim ular deydi. Yaxshi ko'radi. Yordamlashayım kerak. Yossam kerak. Sabzilar ancha. Ha. Nima qildikda? Bitta chiroq suzib qo'ydik cho'g'. Go'sht qo'yaverasizmi? Go'shtni nima qilay, maydalaymi? Pishirish qo'ysam o'zlari maydalashmaydimi? Katta qilib. To'g'rimi? To'g'rimi? O'zingiz bilasiz. Bo'lsa bo'lsin. Juda katta to'g'rag'im. Qo'yavering kerak. Yaxshi. Go'sht beraylik. Yo'q, sağ ol. Et tashlaysizmi, qiz? Ha, qiz. Ha, da yaxshilab aytasiz, Hurmat otajon. Tashlasa, ya mana shuni tashlasa. Ya, sağ olun. Sonra aşarman, solda aşarman men. Domlalar chiroyli o'qidi, ha. Juda chiroyli o'qidi. Yaxshi bo'ldimi go'shti? Bo'ldi, yaxshi. Mana, kerak sizga mana. Denizni ko'pchi, mana.
Qo'shiqlar meni. Choy bormi choy? Bitta olib keladi. Ha? Man telefonimdan Farida aka nomerini beraman unga. Tushundingmi? Ha, bilaman. Aytdi ber.